agar 1 million so'm sizga yetmayotgan bo'lsa, demak siz noshukursiz. Bu gap qaydan olding deyishinglar mumkin. Bu gapni to'g'riroq rasmiylardan oldim. Sababi xullas bir boshdan aytib beraman. Bugun ijtimoiy himoya markaziga bordim. Birinchi guruhman. Bir aka chiqdilar, bo'lim boshliq bo'lsalar kerak. Aka dedim, shunaqa holat dedim, pensiya yetmayapti. Biror bir yordam pulimi, qanaqadir holat bormi deb so'radim. Aka aytdilarki, pensiya olasizmi dedilar. Ha, olaman. Qancha? 1 million 100 ming so'm. 1 million 100 ming so'm sizga yetadi. Agar yetmasa, Hindistonga qarang, Kolumbiyaga qarang, shukur qilib yashang. Ular qanchasi ko'chada yashayapti dedilar. Agar bu gapni ko'chada kimdir aytgan bo'lganda, ha, to'g'ri tushunardim. Men noshukurlik qilmoqchi emasman. Shunchaki 1 million 100 ming so'm hech kimga yetmasligi bu aniq fakt. Aka aytmoqchilarki, agar 1 million pulga birovga yasholmayotgan bo'lsangiz, siz noshukursiz demoqchi bo'ldilar. Shuning uchun sizlarga ham shu gapim. Agar 1 million so'm sizga yetmayotgan bo'lsa, demak siz noshukursiz. Boshqa gapim yo'q.